Nurbek qo'rqma. Tez yordam chaqir. Ma'lum bo'lishicha, holat xuddi mana shu joyda, ya'ni biz turgan manzilda bo'lgan. Biz turgan joy esa G'uzor tumani markazidan chamasi 8-10 kilometr uzoqlikdagi Chugurtma qishlog'i. Aytilishicha, 19 yoshli haydovchi yigit ayni mana shu qishloqlik 2 nafar yigit tomonidan kaltaklangan. Biz holatni yaqindan o'rganamiz. Kaltaklangan yigit 2006-yilda tug'ilgan bo'lib, taksi haydovchisi sifatida xizmat ko'rsatadi. Ayni shu kuni Chugurtma qishlog'ida istiqomat qiluvchi 9-sinfda tahsil oladigan o'quvchi qizni yo'l-yo'lakay mashinasiga mindirgani u uchun qimmatga tushdi. Bu holatni noto'g'ri tushungan chugurtmalik yigitlarning to'polon boshlaganining sababi ham shu. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi holatga aniq izoh berdi. Qiz bola maktabdan chiqqan, taksiga o'tirib kelayotgan vaqtda qandaydir to'g'ri noto'g'ri informatsiyalar bo'lganda bolani izidan quvgan. Bola keyin qishloqqa qarab burilib qochgan degan fikrlar bo'lib ketdi va to'xtatib olib jiddiyroq gaplashib qo'yish bo'lgan bolalarda va shu natijasida ma'lum og'ir oqibatga olib keldi. Oldin ham shu bola bir marta mashinasiga mindirib olib kelib tushirgan vaqtda uni qarindosh yigitlar bakki bergan u bolaga-da. Keyingi holatda yana to'g'ri kelganligi yoki o'shanga minganligi bo'yicha hozir uncha aniqlikka ega emasmiz. Hozircha tergov natijasi aniq bo'ladigan bo'lib turibdi. Chunki biz so'ragan vaqtimiz 2 xil, 3 xil versiyani aytishyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, janjalni boshlagan yigitlar ushbu Chugurtma mahallasidan, jabrlanuvchi esa mazkur qishloqqa qo'shni bo'lgan Guliston mahallasida yashaydi. Jabrdiyda yigitning ahvoli haqida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida biz G'uzor tuman markaziy shifoxonasining shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limiga bordik. Bemor bizga bosh, ensa sohasida shilingan jarohatlari, peshonasida terosli gematomas va tanalarida shilingan jarohatlar bilan kelyapti. Kerakli muolajalar va kerakli dori-darmon lechinalarni qilyapmiz. Hozirda bemorimiz ancha yaxshi. 2-3 kunlarda javob berishga rejalashtiryapmiz. O'z navbatida shifoxonada davolanayotgan yigitning ham so'zlarini tingladik. Taksi qilib yurdim, bu liniyaga, G'uzor liniyasiga yuraman. Keyin qiz o'zin bir dugonasi rektor bor ekan maktabga, 2-maktabga, kimyo fanidan. Keyin qiz men ham bormoqchiman dedi. Keyin meni ham shu olib boring dedi. Keyin bordik, soat 1lardan o'tib bordik. Rektor markazi hech kim yo'q ekan. Keyin ayam telefon qilib qoldi, maktabdan olib ketdi. Qiz men mashinaga mingan edi. Ayamni maktabdan olishga bordim. Ayamni shunday borayotganimda bular bir Damas bilan izimdan keldi, quvib to'xtatdi. To'xtatib, tutlab turib 5 ta 6 ta bolani chaqirmoqchi bo'ldi. O'zim ketishimga yo'l qo'ymadim. 5 ta 6 ta bolani chaqirdi-da, ular kelgandan keyin bo'ldi-da shu voqealar. Mazkur holat yuzasidan ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari tomonidan tergov hamda surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Akbarali Xudoyberdiyev, Javohir Kengboyev, Qashqadaryo.